ishonishdi nimaligini. Ko'chadan meva-cheva, sabzavot olib kelamiz uyga. Oddiy bir odam ko'p ham uni bir yuvishlikka, tozalashlikka e'tibor qilmaydi. Olmani olib kelsa, shunday paketdan oladi-da, bunday artib-artib, g'achir-g'uchir qilib yeb qo'yaveradi. To'g'rimi? Olma bo'lsin, nok bo'lsin, shoftor bo'lsin, shunday oladi, shap-shap yeydi. Endi xuddi shunaqa meva-chevani bir vrach uyga olib kirsin. Oshqozon ichi kasalliklar bo'yicha mutaxassis. Mana shunaqa bir yuqumli kasalliklar bo'yicha mutaxassis. U uyga olib kiradi-da, bolalarni birontasini qo'liga olmani ushatmaydi. Yuv deydi. Yaxshilab yuv deydi. Nimaga birinchi odam shart olib yeyaveryapti? Ikkinchi odam yuvishlikka qattiq e'tibor beryapti. Chunki biz aytayotgan tabib mana shu mevani yuvmasdan yeb kasal bo'lganlarni kunda ko'ryapti-da, banisasida 5 ta 10 ta kelganini.